Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan avtotest imtihonidagi tasmalar bo'yicha savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: harakat tasmasi. Harakat tasmasini aniqlash uchun biz avvalo quyidagi videoni ko'rib olamiz. Harakat tasmasi avtomobillarni bir qator bo'lib harakat uchun yetarli keng bo'lgan yo'l chiziqlari bilan ajratilgan yoki ajratilmagan yo'l belgilari bilan belgilangan qismi bu harakat tasmasi hisoblanadi. Quyidagi videoda 4 ta harakat tasmasiga ega mana. 1, 2, 3 4 ta tasmaga ega. Hop, tasma bo'lak bir ma'noni bildiradi. Keyingi savol: harakat tasmasi deganda avtomobillarni bir qator bo'lib harakat uchun yetarli keng bo'lgan yo'l chiziqlari bilan yoki yo'l belgilari bilan belgilangan qatnov qismi har qanday bo'ylama tasmasi harakat tasmasi deyiladi. Ya'ni F1 javob to'g'ri. Keyingi savolda e'tibor bering. Quyidagi izoh: avtomobillarni bir qator bo'lib harakat uchun yetarli keng bo'lgan yo'l chiziqlari bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'l qatnov qismi har qanday bo'ylama bo'lagi nima deb ataladi desa, harakat tasmasi deb ataladi. Yuqorida quyidagi atama qaysi, ya'ni quyidagi atamani izohini toping deyapti. Quyidagi savol desa, ushbu izoh qaysi atamaga tegishli degan savol. Ikkala savol ham bir xil ma'noda qo'llanilgan. Keyingi savol: ushbu yo'l nechta harakat tasmasiga ega? Ko'rib turgan rasmimizda ikkita harakat tasmasiga ega. Misol uchun bitta harakat tasmasi degani bitta avtomobil sig'adigan hudud. Hop, ikkita tasma to'g'ri. Mana quyidagi rasmlarni ko'rib chiqaylik. Tepadagi rasmda 4 ta tasma bor mana. 1, 2, 3, 4 ta. Bunda aniqlash qiyin. Sabab tasmalar soni 4 va undan ortiq. Sabab transportimiz yo'q. Agar transportimiz bo'lsa, transport kengligi bo'yicha nechta tasma bor desak bo'lardi. Hop, 3-rasmda mana 1, 2, 3, 4 ta tasma bor. Hop, pastdagi rasmimizda ko'rib turibmiz, 3 ta ketish, 3 ta qaytish. Demak, 6 ta tasma bor. Savolda esa nechta harakat tasmasiga ega desa, 2 ta harakat tasmasiga ega. Hop, relsiz transport vositasi harakat uchun tasmalar soni qanday aniqlanadi? Endi tasmalar sonini qanday aniqlashimiz mumkin? Shuni ko'rib chiqamiz. Relsiz transport vositalari tasmalar sonini aniqlashda biz yo'l belgilaridan foydalanamiz. Misol uchun birinchi belgimizda 3 ta tasma bor. 1, 2, 3 mana. Keyingilar bo'yicha ham aniqlasak bo'ladi. Tasmalar sonini belgilar. Agarda belgilar yo'q bo'lsa, yo'l chiziqlari bilan ko'rib turganingizdek chiziqlar bilan. Chiziq belgilar yo'q bo'lsa, avtomobilning kengligi, harakat uchun zarur yo'llanma oraliq masofalarni inobatga olib, tasmalar sonini aniqlaymiz. Ko'rib turgan joyingizda 4 ta tasmaga ega. Relsiz transport harakat uchun tasmalar soni qanday aniqlanadi desa, yo'l yotiq chiziqlari bilan, tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi, tasma bo'yicha harakat yo'nalishi yo'l belgilari bilan, haydovchi o'z tomonidan qatnov qismining kengligi, transport o'lchamlari va ular orasida zarur yo'llanma oraliq hisobga olish kerak. Barcha javoblar to'g'ri. Xo'p, mana to'liqroq yoritadigan bo'lsak, relsiz transport harakat uchun tasmalar soni qanday aniqlanadi desa, mana yo'l yotiq chiziqlari bilan ajratamiz. Chiziqlar nechta tasma borligini bizga ma'lumot beryapti. Keyingisi tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi yoki tasma bo'yicha harakat yo'nalishi yo'l belgilari bilan. Endi belgilar bilan ko'pchilik adashadi. Quyidagida nechta tasma bor desa, transport sig'imiga qarab 3 ta tasma bor deydi, lekin belgi chiziqlar bo'lmasa avtomobil kengligini hisoblash kerak. Lekin hozir belgi borligi uchun 2 ta tasmaga ega. Hop, pastda ham 3 ta tasma bor. Sabab belgi chiziqlar yo'q, avtomobil kengligi 3 ta bemalol harakat uchun mo'ljallangan 3 ta tasma bor. Relsiz transport harakat uchun tasmalar soni qanday aniqlanadi? Demak, uchala holatda ham, barcha sanab o'tilgan holatda aniqlaymiz. Keyingisi, haydovchi yo'lning relsiz transport harakatlanayotgan tasmalar soni belgilaydigan chiziq yoki yo'l belgilari bo'lmasa, tasmalar soni qanday aniqlanadi? Endi belgi, ko'rib turgan belgingiz va chiziqlari yo'q bo'lsa qanday aniqlanamiz? Pastdagi holatda transport vositasi kengligi, ya'ni harakat uchun zarur yetarli kengligi va transport sig'imi bo'yicha aniqlaymiz. Qatnov qismi kengligi, transport vositalari orasidagi zarur yo'llanma oraliq masofa va ularning gabarit o'lchamlarini hisobga olgan holatda aniqlaymiz. To'g'ri javob F1. Bunda butun yo'l 2 ta tasma qarama-qarshi harakat tashkil qilingan deb qabul qilish kerak desa, xato. Keyingi holat: qaysi rasmda 4 ta tasma bor? Hop, qo'lingizdagi приложение, ya'ni yo'l harakati testimizda ushbu holatda kelgan rasm, lekin ichkarida quyidagi holatda keladi mana. Realniy ichkaridagi, ya'ni imtihon markazidagi tushadigan savol quyidagicha. Sabab maydagi rasmimiz bor, ikkinchi rasm.
Shunda tasmalar sonini aniqlay olmayapmiz. Noma'lumda, lekin ichkarida realniy holatda quyidagicha bo'ladi, ya'ni aniq holatda. Qaysi rasmda yo'l 4 ta harakat tasmasiga ega desa, hamma rasmda, sabab birinchi rasmda 2 ta kelyapti transport, mana sig'imi, zarur oraliq masofa, yomg'irda, qorda nimadir bo'lib turib tasmalar soni chiziqlari o'chib ketgan bo'lsa, avtomobilning zarur yo'llanma oraliq kengligiga qarab tasmalar sonini aniqlaymiz. 2 ta kelish, 2 ta ketish, 4 ta tasma bor. Keyingisida chiziqlardan bilyapmiz buni. Chiziqlarda 4 ta tasma borligi. Undan keyin 3-rasmda ham 4 ta. Demak, barchasida 4 ta tasmaga ega. Keyingi savol bu. Avtomobil harakatlanganda qatnov qismida nechta harakat tasmasi bor? Ya'ni avtomobil harakatlanayotganda qatnov qismida nechta tasma bor desa, bu joyda hop 3 ta, lekin belgi turibdi-da. Belgi chiziqlar bo'lmasa, keyin 3 ta desak ham bo'lardi, lekin 3 taga ham sig'maydi. Zarur yo'llanma oraliq masofa yo'q-da. Hop, belgi borligi uchun 2 ta tasmaga ega. Keyingisi. Avtomobil harakatlanayotgan qatnov qismida nechta harakat tasmasi bor? Nechta avtomobil sig'ayapti? 3 tami. 1 2 3. Zarur yo'llanma oraliq masofalari ham bor. Demak, tasmalar soni nechta deymiz ekan? 3 ta tasmaga ega mana. Zarur yo'llanma oraliqlar bormi? Zarur yo'llanma oraliq masofalar bor. Bemalol 3 tasi harakatlanadi. Demak, tasmalar soni 3 ta. Belgi chiziqlar bo'lsa, avtomobilda yo'llanma oraliq kengligi, harakat uchun yetarli keng bo'lgan oraliq bilan aniqlasak bo'ladi. To'g'ri javob 3 ta. Tasmalar bo'yicha bundan keyingi savollarni keyingi videolarda ham yoritib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting.